Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida Qo'g'ay qishlog'ida, xudo xolasa gaza bo'lib, pena bo'lib ishlab chiqarish stanovlari videomiz boshladik. Kanalda yangi bo'lsalar, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Xudo xolasa chiroyli qilib video syomkalarni boshlaymiz. Bu mishalkalarimiz gaza bo'lib mishalkalari rучной stanovda mishalkalar bular. Bu pol avtomatik liniyani mishalkalari yo'lda tayyorlangan, mana remenga olib qo'yilyapti yo'llariga, xudo xolasa sifati qilib tayyorlab berilyapti. Endi remenga olib o'tgan sababi turbani o'zini oldi motorga qoqib qo'yardik, bu yoqdan yo'llar rast o'rtasiga endi boshqada birdan yarim qop, bir qop narsani tashlab yuborgan hisobiga, o'q egilib ketavergan hisobiga xudo xolasa buni yonboshga olib o'tdik. Motorga unaqa katta kuch kelmaydi, tepadan bir qop, yarim qop tashlaydimi, motor o'qiga hech qanaqa kuch keltirmaydi. Shu sababli yoniga olib o'tib qo'yapmiz. Xudo xolasa ishlash prinsiplari ham o'ta ideal holatda ishlayapti. 3 kilovolt motor 220 ga moslashtirganmiz motorlarimizni. Bu yoqda ham xuddi shunday holatda. Bu balonlarimizniki shu tayyorlangandan keyin qolib bir yerda turadi. Bunda borib qoliplarga quyib qo'ygani osonroq tayyorlangan buni. Bu yerda pena bo'lash stanovlarimiz ham bor. Xudo xolasa bularni ham bir qator ko'rsatamiz. Gaza bo'lash stanovimizda komplektda 3 ta qolip bilan 1,5 ming dollardan boshlanyapti. Xuddi mana shunday holatda mishalkalarni tayyorlab beradigan bo'lsak, 1,5 ming dollardan chiqib ketaveradi narxlari. Bu yoqda avtomat reskalarimiz o'zi kesadigan, bu yerda mana rучной variantda kesilganmi? Rучной variantda kesilgan ishimizni holati bu. Bunisi avtomat reskada kesilgan, mana yo'llarda ko'rib turganlarda yo'l standartga javob beradigan razmerda chiqaradi. Bunimiz katta davlat, katta tashkilotlarga jib o'tmay qolishi mumkin bu viloyimiz. Chunki rучной reskada kesilgan, avtomat reskani bezatkasi o'tadi. Avtomat reskalarimiz xudo xolasa eng oxirgi pokoleniyadagi avtomat reskalar. Hozir bu yerga svetini yoqib qo'yamiz. Eng oxirgi rusumdagi avtomat reskalarimiz bir dona knopkali, o'zi avtomatik kesib tepaga chiqib to'xtaydi o'zi. Sensor datchiklarigacha qo'yilgan. Bir dona odam bu yerda ovora bo'lib knopkada turish shart emas. Bitta qolib tayyor qo'yib, zagruska qilib qisib ketib, keyingi qolib tapigan o'sha ketaveradi. Bir dona knopkani bosib qo'yib. Avtomat reskaning narxlari keladigan bo'lsa, alohida olaman degan akalarimizga avtomat reskani o'zini joyidan 2000 dollardan qilib beryapmiz. Dastavkasi, uстановkasi ustiga minadi do'stlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bunimiz suv yo'nkislari, gaza bo'lash stanovimizning suv yo'nkislari tepadagi shablon bochkalari isitib beradigan. Xudo xolasa motor hamma yo'q kakpolojdan holatda boradi ularimizga. Hamma yo'q tenlari ham kulchatriga olib qo'yilgan. Bu yoqda mana qoliplari, yarim kilolik qoliplar 20-30-60 razmerdan 12 donadan g'isht chiqaradi har bitta qolipimiz. Choklari albastirda yamal bilan tayyorlangan. Taylari 8 ga 4, 2 tena qalinlikda, yon baka o'ylariki 5 ga 3, 1 ga 7 tena qalinlikda profillardan tayyorlanyapti. Bu yoqda shablon reskamiz bor, u avtomat reskamiz bu yoqda. Bu shablon rучной reska, buni 2 kishi qo'lda bemalol kessa bo'laveradi. Bu endi qolip kamroqlar uchun u bo'laveradi vaqtinchalik. Qolip keyin ko'paytirilgandan keyin qoliplari ana bunaqa avtomat reska sotib olsanglar ham bo'laveradi bemalol. Bundan tashqari bu yoqda ham pena bo'lak, ham gaza bo'lak ishlab chiqarsa bo'ladigan qoliplarimiz. Yotiq qolip bular. Gaza bo'lakka bunaqa reskada kesilmaydi, buniki listni o'zi bilan. Rastda bo'lib kuyilgandan keyin listni tashlab ustini klinkada o'rab qo'yiladi. Avtomat reskada kesilgandan singari chiqarib beradi bu qoliplarimizni. Reskasi o'zi bilan qoliplarimiz kichkina mishalkasi bo'ladi. Bitta 2 litrli suv bochkasi, 55 litrli shablon isitadigan ten bochkasi bo'ladi. Ular hozir tayyor emasida. Aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi raqamlarga. O'zbekiston bo'ylab dastavka usturovga xizmatlarimiz bor. Komplekt to'liq holat so'ragan akalarimizga Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar video rasmlarni tashlab beramiz. Bu yerda endi pena bo'lash stanovimiz qoldi hozir. Yevro qoliplardan tayyorlanyapti. Xudo xolasa har 20 sm choklariga
to'rtga to'rt profildan 1.7 ni qalinlikda profilda tayyorlanyapti. Yo'llari mana ko'rib turganingiz rezvali qilib har bitta qo'yapmiz. Hop, komplektimizda 3 ta qolip bo'ladi. 6 talikdan 18 ta chiqaradigan bitta pena generatorimiz, rastvor bachogimiz, kompressor, mikserimiz bo'ladi buning ichida yana. Burchak kolonna listda tepasisma poyezga latoy listlarni qo'shib beriladi komplektga. Narxi vodiy ichiga $8 qolgan joylarga dastavkasi kelishilgan holatda maksimali $950 chiqadi dastavkasiga qarab. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sizdan like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'shib esdan chiqmasin do'stlar. Xudo xolasa keyingisida yana chiroyli, yaxshiroq videolar olib borishga harakat qilamiz.